5 kunlik yarmarkamiz boshlandi. Ochiq va realniy mutaxassis do'stimiz sizlarga to'liq tafsilotlarni beradi. Shu razmerlarni men tushunmayman. Mana shu gulom turgani nechmi? Mana shu turishi. Aka 3 razmerda, aka Samarqand sakzavodi, qalin, yaxshi zo'r gilam aka. 3 razmeringiz 1.581 ming so'm. Mana shu turishi 1.581 ming. 1.581 ming. Dahshat-ku. Bundan ham arzonlar, eng arzonlari ham bormi? Ko'rsatasiz. Bunaqalari ham hozir ko'rsatamiz. Shot aka, mana shu aytgan arzonchigilarimiz aka, razmer 3.5 ga 7. Narxi 994 ming so'm. Oldin ham bizda 994 mingga, hozir ham bundan keyin ham 994 mingdan sotiladi. Lekin mijozlarimizga tavsiya qilmaymiz. Sifat jihatdan juda ham yaxshi emas, uzoq muddat xizmat qilmaydi bu gilam. Ko'ryapsizlar, bu bolalarda ishiga maza qilib yuborasizlar. Oqni oq, qorani qora deyishadi. Ya'ni yaxshi gulomlar, sifatli gulomlar sifatli, sifatsizni sifatsiz aytadilar. Bundan tashqari barcha turdagi gulomlar korxona narxida, dahshat. Xalqimizda shunaqa fikr borki, hashamatli do'konni ko'rsa, bu joyda barcha narxlar qimmat deb o'ylashadi. Aslo adashasizlar. Fargiz gulomlariga tashrif buyursalaring, sifatli mahsulotlarda, ya'ni adolatli, arzon narxlarda, korxona narxida sizlarga yetkazib berib kelishadi. Eng qiziqarli joyi lokatsiyasiga kelsak, Hammabop choyxonasi shundoqqina biqinida, Tantana mehmonxonasi shundoqqina biqinida, ja adashib qolsalaring, Alka marketda shundoqqina ro'parasida Fargiz gulomlar markazi.